Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizda yangi mehmonlar va o'zimizni podpischilar. Bobur aka, Bobur Muxtorov aka adashmasam. Aka, sizga alohida assalomu alaykum. Bugun yana payshanba bozorga chiqdik o'zimizga. Bu tomonda yanka tomon. Hop, hashaklarda narxlarini so'raganim yo'q hozircha. Kerak bo'ladigan bo'lsa keyingi videolarda yana bir chiqaramiz. Buguncha so'raganim yo'q. Hozir hayvon bozoriga o'tib ketaman. Mana shu mosh prisda narxini 30 ming so'm deyishyapti. Yaxshi boylangan ekan, lekin hozircha mashina o'zini narxini so'radim xolos. Agar narxini hop chiqarib turing degan bo'lsalaring kommentariyaga yozib qo'yinglar akalar. Narxlarini ham bir qo'ldan kelgancha so'rab bilib aytib berib turamiz. Kanalda yangilar obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yasiz akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.